1,5 yil, 2 yil deganda 1,700,000 ta obunachi yig'dim. Lekin 3 yilda 93larda zo'rga yig'dim-da. Bahorda sovuq shamollar, yozda esa oppoq qorlar yog'adi deb o'ylamagandim sira. Tundan ham qorong'i kunlar, qayg'udan achchiq tuyg'ular bo'ladi deb ishonmagandim sira. Bu jo'ralarim bilan ko'rishmaganimga ham 3 yil bo'libdi. Bularni yig'aman deb sochim oqarib ketdi. Buning uchun Zamin dachaga katta rahmatimni aytib qolaman. Bu dachada yo'q sharoitning o'zi yo'q ekan. Bolalikni eslab mazza qilib gaplashib bo'lganimizdan keyin toqqa yo'l oldik. Zominning havosi, archalari umuman boshqa dunyoda. O'zi jo'ram bu ayiqni tirik deb o'yladi, ayiqni qulatib yubordi. 93larda duxkatda bo'ladi deb o'lib ketsin dedikda Zeplinga bor. Borishga borib, yosh bolada uchmayman deb qarqisha qilyapti. Zeplinda! Javlon jo'ram, otash jo'ram vazni ozgina kamayib ketgandan Zeplinga chiqarmadi. Uzunligi 400 metr, chuqurligi 200 metrdan ziyod. Lekin mazza qilib uchdik. Biz dunyodagi eng kamyob bo'lgan ishni qildik. Chunki sinfdoshlarni bir joyga yig'dik. Bizni sinfdoshlarni birlashtirgan Zamin dacha hamda Zomin Zeplinga juda katta rahmatlarimizni aytib qolamiz. Bu videoni yig'ila olmaydigan sinfdoshlarga jo'natib qo'yamiz. Bizdan o'rnak olishsin.